Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bemorimiz 40 yoshli erkak kishi 35 kun oldin 10 tizza bo'g'imlarida oldingi hojismon bog'lam avtoplastika amaliyoti o'tkazganmiz. Mana bugungi qayta ko'ruvimizdagi holat. Qo'lni ko'tarib turib, tepaga yotqizib, arteziyacha harakat chegarasini tekshirib ko'ramiz. Yurganingizda og'riqlar yo'q aka? Yo'q, yurganda sal noqulaylik bor, og'riq yo'q lekin. Mana 120 ochiq turadi. 36-kuni. Keyin yurish shu 32 kundan boshlandi, 50 metr, 100 metr qilib, hozirgi kunda umuman hassasiz yuribman. Shuni tekis yotib turib oyoqimni ko'rsatib, полностью разгибание. Zo'r, tekis. Keyin futbol o'ynab yurgan odamlar futbolda travma olsa, buni uzoqqa olib bormasdan shu bo'lgan zahoti iloji boricha qildirsalar, mana poylar nimada formada bo'ladi, mustahkam. Bitishi oson bo'lar ekan. U vaqt o'tkazib, baribir travmadan keyin futbol o'ynamaysiz, poylar bo'shashadi. Keyin oyoqdan bitish qiyinroq bo'lar ekan. Yaxshisi shu travma bo'ldimi, operatsiyadan boshqa iloji yo'qmi, sразу qildirish kerak. Chunki akamlar o'zlari ham eskidan futbol o'ynab yurgan odamlar, shuning uchun ham aytishyaptilar. 32 kunda o'zi yurishni boshladim. 25 kunda yengil mashina minishni boshladim. Zo'r. Hozir ishlari hozircha yaxshi. Zo'r. Yaxshi, Alloh shifo bersin.